Vitaminlar yuqori biologik faollikka ega organik birikmalar hisoblanadi. Ular barcha biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadi. Tanamiz yetarlicha vitamin ishlab chiqara olmaydi va umuman minerallar ishlab chiqarmaydi. Shuning uchun ular tashqaridan kelishi kerak. Zamonaviy odamning oziqlanishi unga vitamin va minerallarning optimal nisbatini deyarli bera olmaydi. Dieta ko'pincha muvozanatsiz bo'ladi. Eng yangi Formula 2 barcha 20 tortda. Muhim ozuqalar. Yangi Formula 2 mahsuloti Herbalife oziqlanish instituti nazorati ostida olimlar jamoasi tomonidan erkak va ayol tanasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqildi. Erkaklar va ayollar bir-biridan juda farq qiladi. Ularning genetikasi, tana tuzilishi, gormonal fon va metabolik tezligi farq qiladi. Formula 2 ayollar uchun vitamin va minerallar kompleksi bo'lib, unda kalsiy, vitamin K, temir va maydon kislotasi miqdori yuqori. Erkaklarda har kuni vitamin A ga ko'proq ehtiyoj bor. Bu esa tananing mudofaasini saqlash uchun muhim, kuchli jinsda esa kamroq barqaror. Va suyak to'qimasi kalsiy sizib ketishiga unchalik moyil emas. Shuning uchun uning metabolizmida ishtirok etadigan vitaminlar kamroq talab qilinadi. Tanamiz bir vaqtning o'zida faqat ma'lum miqdorda mikroelementlarni sorib oladi. Shuning uchun maksimal miqdorda vitamin va minerallarni olish uchun 2 xil ovqat bilan bitta Formula 2 tabletkasini qabul qiling. Mikroelementlarning optimal darajasiga erishish uchun Formula 2 vitamin va mineral kompleksini Formula 1 kokteyl bilan birga ishlating.